Hop, birinchi misolimiz AB B'sini qo'shishimiz kerak ekan asl masofani. Asl masofamiz AB bilan B'sini yig'indisiga teng 12 8 20 bo'ladi. Keyingi misolimiz ikkinchi misol. AB'miz 18, A'si umumiy, ya'ni A'si masofamiz qarang. Mana shu A'si masofamiz 30 ga teng deyapti. B'sini toping demoqchi. B'simiz yana qandaydir x bo'lsa, demak x ga qo'shamiz 18 da 30 ga teng bo'lgan. X'imiz demak 12 bo'ldi. Xo'p, uchinchi misolimizda AB'ni B'siga nisbati. Mana AB'ni B'siga nisbati 4:3 kabi bo'lsa va A'simiz umumiy masofamiz 42 bo'lsa, B'sini toping demoqchi. Qarang, AB'miz 4:3 nisbatda bo'lsa, biz mana shu AB'ni qandaydir 4x, B'sini qandaydir 3x sifatida belgilasak bo'ladi. Shularning yig'indisi 7x teng bo'lyapti A'si masofaga. Demak 42 ga. Bundan x topadigan bo'lsak 6 chiqadi. X'imiz, bizdan so'rayapti, B'si masofani so'rayapti. Mana bu B'si masofamiz 3x ga teng. Demak 3 kara 6 18 bo'ladi. Javob 18 bo'lib qoladi. To'rtinchisi, AB'ni B'siga nisbati 5/4. Birdan yozib ketsak ham bo'ladi. AB'miz 5x. B'simiz 4x ga teng. Jami A'simiz 36. Demak ikkalasining yig'indisida A'simiz. A'si degani hammasining yig'indisi. Hammasini qo'shadigan bo'lsak 9x bo'ladi. O'sha teng ekan A'si umumiy masofa 36 ga. Bundan x topadigan bo'lsak 4 chiqadi. Bizdan so'rayapti, AB masofani so'rayapti. AB masofamiz, mana AB masofamiz nimaga teng? 5x ga teng. X o'rniga 4 qo'ysak 20 bo'ladi. Beshinchisi. Xo'p, qarang, AB'ni B'ni D'siga nisbati 2-2-3. Bu nima degani? AB'miz qandaydir 2x, B'miz qandaydir 2x, D'simiz 3x degani. Bizdan so'rayapti, umumiy AB masofani B'si masofaga bo'lishimiz kerak. AB masofamiz nechi? Xo'p, qarang, mana AB masofani B'siga bo'lishimiz kerak. AB masofamiz mana 2x ga teng taqsim B'si. B'si masofamiz mana shundan boshlab B'sigacha bo'lgan masofa 5x ga teng. 5x ga teng. X'lar bir xil bo'lgancha qisqarib ketadi. 2/5 bo'lib qoladi javob. Xo'p, oltinchisi. AB'ni B'ga D'siga nisbati shu nisbatda. Mana AB'miz qandaydir 2x, B'miz ham qandaydir 2x, D'simiz ham 3x ekan. Bizdan so'rayapti, AB'ni S'ga qo'sh va B'ga bo'l demoqchi. AB'miz nechiga teng? Mana AB'ni yozib olsak 2x, B'ni yozib olsak 2x, D'sini yozib S'da D'si farqi yo'q. D'sini yozib olsak 3x. Bizdan so'rayapti, AB'ga S'ni qo'sh. AB'miz 2x qo'shamiz S'da D'si, ya'ni 3x taqsim B'miz bu yerda 2x. Hop, suratini qo'shsak 5x taqsim 2x. X'lar qisqarib ketadi, 5/2 degan javob qoladi. Hop, 7-misolimiz. AD'miz D'ga teng. AD'miz D'ga teng bo'lsa, qarang. AD D'ga teng. Qandaydir belaj kiritamiz. Mana AD'ni qandaydir x masofa desam, D ham x masofa ekan. Biz aytyapmiz, Y'sini S'ga, ya'ni Y'simiz S'ga teng. Endi Y'si bilan S'ning masofasi teng. Bu degani bu qandaydir y Y'simiz, S'imiz esa u ham qandaydir y deyapti. Bizdan so'rayapti, AB masofa 48 ga teng. Ya'ni A'dan boshlab, mana shu yerdan boshlab B'gacha bo'lgan masofamiz 48. Demak, hammasini qo'shadigan bo'lsak 2x qo'shilgan 2y 48 ga teng. Hammasini 2 bo'lib boramiz. X qo'shilgan y 24. Endi bizdan so'rayotgan narsa mana D'si masofa. D'si masofamiz nimaga teng? Qarang. Mana shu D'dan mana S'gacha bo'lgan masofa. X ga y ni qo'shishimiz kerakmi? Bizda x bilan y yig'indisi chiqdi 24 ekan. Demak,
D'si masofamiz 24 bilan bir xil bo'lar ekan. 8-misol, A'dimiz D'ga teng. Xo'p, qarang. A'd qandaydir x, D ham qandaydir x. Y'sini S'ga teng demoqchi, bu ham qandaydir y, bu ham qandaydir y. Endi bizdan so'rayapti, S'dimiz 20 demoqchi. Mana qarang, mana S'dan D'gacha bo'lgan masofa 20 ekan. Bunda S'd degani y qo'shilgan x turibdi. Teng o'sha 20 ekan. Shu narsa berilgan ekan. Bizdan so'rayapti, A masofa nimaga teng? Ya'ni mana bu A dan boshlab B gacha bo'lgan masofa nimaga teng? Xo'p, hammasini qo'shishimiz kerak. Shunda 2x qo'shilgan 2y ni nimaga tengligini so'rayapti. Ana shu A ga teng bo'lib qoladi-da, shu A ning masofasiga teng bo'lib qoladi. Men ikkalasidan 2 bir xil. Shu 2ni chiqarib yuborsam 2x plus y bo'lib qoladi. Mana bu x plus y biz boya topdik, mana 20 ga teng ekan. O'rniga qo'ysak 2 kara 20 teng 40 bo'lib qoladi. 40 bo'lib qoladi, 2 kara 20. Xo'p, keyingisi 9-misol. A'simiz 34 ga teng. A'simiz 34 bo'lsa x toping demoqchi. A'si degani mana shu A dan boshlab S gacha bo'lgan masofani nima qilishimiz kerak? Qo'shib chiqishimiz kerak. O qo'shib chiqsak, o'zi A'imiz bor, 2x plus 1 qo'shilgan 2x plus 3 qo'shilgan x teng ekan 34 ga. O'sha A'sida, mana shu A'si masofada. Bu tenglama bo'lib qoldi. Hop, x larni qo'shadigan bo'lsak 5x, sonlarni qo'shadigan bo'lsak 4, 34. Endi x topadigan bo'lsak, xolos 34 dan 4 ayramizda 5 ga bo'lsak 6 bo'ladi. Demak, 6 ekanda x ning masofasi. Shuni so'rayapmiz, x qiymatini. 10-misolimiz. Xo'p, A'simiz 29 ga teng. Ya'ni A dan boshlab S gacha bo'lgan masofa 29. B ni so'rayapti. Xo'p, o'zi B nimaga teng? Mana B ni ajratib olaylik. Mana B dan D gacha bo'lgan masofani so'rayapti. Shu B dimiz 2x plus 3 degan qiymatni so'rayapti, nimaga tengligini. Bundan ko'rinadi, x topishimiz kerak birinchi. Mana bu A'simiz A dan boshlab S gacha bo'lsa, shular hammasini qo'shib chiqaman-da. Hammasini qo'shib chiqsak, hop, 2x plus 1 qo'shilgan 2x plus 3 qo'shilgan x teng 29. 5x plus 4 teng 29, x'imiz teng 5. Endi bizdan x chiqdi, lekin bizdan nimani so'ragan? B ni so'ragan. Mana buni o'rniga, x ni o'rniga 5 ni olib kelib qo'ysak, B ning qiymati kelib chiqadi. Shunda teng 5 qo'ysak 2 kara 5 plus 3. Bundan chiqadi 13. Javob 13 ekan. 11-misolimiz. Hop, A da masofamiz 24. Mana A dan D gacha bo'lgan masofa 24 ga teng. B sini so'rayapti. B simiz nima? Mana B dan C gacha bo'lgan masofa. B simiz 2x plus 3 qo'shilgan x. 3x plus 3 ni qiymatini so'rayapti, nimaga tengligini. Demak, x topishimiz kerak. X topishimiz uchun mana A dan foydalanamiz. A dan D gacha bo'lgan masofamiz 2x plus 1 qo'shilgan 2x plus 3 teng o'sha 24 ga. Hop, 4x plus 4 teng 24. Buni x topadigan bo'lsak, necha bo'ladi? 24 25 ekan x'imiz. X'imiz 5 chiqdi. Hop, x'imiz 5 chiqsa, bizdan so'rayotgan qiymat o'zi aslida mana bu edi. 3x plus 3 topishimiz kerak. 5 ni x o'rniga olib qo'yamiz. 3 kara 5 qo'shilgan 3 15, 18 chiqadi. 12-misol. A'sini S'ga nisbati A'ni D'si nisbatiga teng ekan. Bu nima degani? Xo'p, A'sini D'siga nisbati A'sini S'ga nisbatiga teng. Misol uchun mana qarang. Mana A'sini S'ga nisbati teng ekan. A'ni D'siga nisbat. U ham teng 2 yu 1 nisbat demoqchi. Hop. Demak, buni biz mana A'sini A'ni 2x deb olsak bo'lar ekan.
Birinchi ma'nodan foydalansak, A'ni D'siga nisbati 2/1. Demak, mana A'imiz qandaydir 2x bo'lsa, D'simiz bu yerda mana x bo'ladi. Endi A'sini S'ga nisbati ham 2/1 ekan. O'z A'si masofamiz necha bo'lib qoldi? A'simiz mana A'dan S'gacha qarasak 3x turibdi. Ana shu 3x deyapti. 3x ni S'ga nisbati 2/1. Ya'ni mana S'imiz endi S'ni topolsak bo'ladi. A'simiz 3x bo'lsa, S'imiz noma'lum bo'lsa, mana shu 3x da S'ga mana S'ga nisbati bu baribir 2/1 nisbatda. Shundan S'ni topadigan bo'lsak 3x taqsim 2 bo'ladi. Demak, S'imiz 3x taqsim 2. 3x taqsim 2. Xo'p, endi bizdan so'rayapti A'dan B'gacha bo'lgan masofa, mana A'dan B'gacha bo'lgan masofa 45 ga teng ekan. S'ni topishimiz kerak. S'imiz bu yerda mana x topishimiz kerak xullas. X nimaga teng? Xo'p, A'dan B'gacha bo'lgan masofamiz 45. Ular hammasini qo'shib chiqishimiz kerak. Xo'p, 2x qo'shilgan x qo'shilgan S masofamiz 3x taqsim 2 teng ekan 45 ga. 2 mahraj berib tashlay borsak 4x plus 2x plus 3x teng 45 ya 90 mahraj berdik. 6 9x teng 90. Bundan x topadigan bo'lsak 10 bo'ladi. Ya'ni x ni qiymatini topgan bo'lamiz. Bizdan shuni so'rayapti. Ya'ni DS masofani so'rayapti. DS masofamiz x ga tengda. Demak 10 bo'lib qoladi. Xo'p, 13-misol. A'sini S'ga nisbati A'ni D'siga nisbatiga teng 2/1. Qarang, mana bundan foydalansam, A'imiz 2/1 nisbatda ekan. Bu degani mana 2x ga bu x bo'ladigan. Endi bizdan so'rayapti A'sini S'ga nisbati mana. A'sini S'ga nisbati ham 2/1. Bu yerda mana A'sini S'ga nisbati 2/1, 2 taqsim 1. A'imiz bizda bor-ku. Mana A'imiz bor. 3x. Xo'p, shuni topsak 3x taqsim SB teng 2 taqsim 1. Ha, demak SBni topadigan bo'lsak 3x taqsim 2 ekan. Mana bu yerda mana 3x taqsim 2 bor. Endi bizdan so'rayapti A'imiz yilik tur bo'lsa B'ning qiymatini top. B'imiz nimaga teng? Mana bu B'dan mana shu D'gacha bo'lgan masofani so'rayapti. Shu B'imiz 3x taqsim 2 qo'shilgan x ga teng, shu nimaga teng shuni topishimiz kerak. Bundan oldin x topib olishimiz kerak. X qanday qilib topamiz? Mana bu yerda AB bor. AB degani A'dan B'gacha bo'lgan barcha yechimlari 2x qo'shilgan x qo'shilgan 3x taqsim 2 teng 54. Bular qo'shib 3x mahraj berib tashlay borsak 4,5 9 taqsim 2x teng 54. Buni x topadigan bo'lsak 9 ga bo'lib 6 12 da. X'imiz 12 ekan. X'imiz 12 bo'lsa bizdan B'ning qiymatini so'rayapti. Mana shu 12 ni mana bu x'lar o'rniga olib qo'yamiz. Shunda 3 taqsim 2 ko'paygan 12 qo'shilgan 12. 6 3 18 qo'shilgan 12 30 ekan. Demak, B'ning uzunligi 30 ga teng ekan. 14-misol. A'imiz 30 ga teng, A'imiz 15 ga teng. YB 20 ga teng. Y'ning qiymatini toping. Mana shu Y'ni qandaydir x deb belgilasak, shuni qilib belgilasak, xo'p, A'imiz 30, YBimiz 20. Shuni x deydigan bo'lsak, jami mana AB masofamiz bor ekan bizda. Jami masofamiz 30 ekan. Demak, ana shu 30 deyman teng. Xo'p, AG mana qarang. Mana AG, mana shu AG masofamiz o'zi 15 ga teng edi. Demak, bizda mana AY masofa qoladimi? Mana shu AY masofamiz 15 minus x bo'lib qoladi. Demak, 15 minus x. Ha, keyingisi mana bu GB. GB masofamiz o'z asli Y'dan B'gacha 20, lekin
GB'miz 20 minus x bo'lib qoladi. Shunda qo'shilgan 20 minus x yana bor, mana o'rtasi ham bor bizda. Ana shu plus x 30 ga teng bo'lib qoladi. Xo'p, buni x topadigan bo'lsak, x lar qisqarib ketadi-da, tomonga o'tadi. X teng 35 5 ekan. Bizdan so'ragan y ga. Y ning qiymati x ga tengda, x imiz teng 5 bo'lib qoladi. 15-misol. A'dimiz 5, mana a'di, ana shu 5 ekan. A ga 15. A'dan G'gacha 15, Y b 20 bo'lsa, A b 30 bo'lsa, D ni toping deyapti. Endi mana qarang, Y ga ikkalasida, mana Y ga kesmamiz, bunda ham, bundan hammasida bor-da, shuning uchun x deb olamiz. Shuni x deb olsak, A dan G'gacha bo'lgan masofa 15, qarang. A dan G'gacha 15 bo'lsa, o'zi 5 qolgan, mana bu yerda 5 bor. Demak, D dan G'gacha 10 qoldi. 10 bu yerda x egallab turgan bo'lsa, D dan Y'gacha bo'lgan masofa 10 minus x bo'ladi. Endi keyingisiga o'tamiz. Qarang, mana Y dan B gacha bo'lgan masofa 20 ga teng. Bu yerda x bor. Demak, G dan B gacha bo'lgan masofamiz 20 minus x bo'ladi. Umumiy qilib aytganda, A bimiz 30 ekan. Mana 30 teng. A dan Y gacha bo'lgan masofamiz 15 minus x bo'ladi. Qo'shilgan o'rtadagi masofa x. G dan B gacha bo'lgan masofamiz 20 minus x. Shuni x topadigan bo'lsak, x imiz teng 35 5 chiqar ekan x imiz. X imiz 5 bo'lsa, bizdan so'rayapti, D ni so'rayapti. D imiz mana bu yerda. Mana D imiz nimaga teng edi? 10 minus x ga teng edi. 5 qo'yib ayirsak, demak 5 ekan bo'lib qoladi javob. 15 ham ketdi. 16. Hop, burchak AOB 30 gradusga teng. Mana burchak qarang. Mana shu burchak. AOB. A'dan mana AOB uzr, mana bunday ekan. Shu 30 ekan. BOC 20 ekan, mana BOC 20 bo'lsa, bizdan AOCni so'rayapti. AOC degani qarang, mana A'dan boshlab A ga keladi, O ga keladi, mana C gacha bo'lgan masofa. Ya'ni mana AOC jami nech turibdi? 30 ga 20 turibdi. Ikkalasini qo'shib qo'yamiz. Demak, so'rayotgan burchak kelib chiqadi 50 gradus. 17. AOC burchagimiz 57 gradus. AOC 57. Belgilab olamizmi? A O C. Mana shu 57. Demak, buni jamida mana hammasi 57. Hammasi 57. BOCimiz 25. BOC qanday degani? Mana B, ana O, mana C. Ana shugacha bo'lgan masofa 25. Bizdan so'rayapti AOBni. AOB degani mana shu burchak so'rayapti. AOB mana AOB. Bu x da qandaydir? Mana shu x ga 25 ni qo'shsak, jami 57 gradus kelib chiqqanda, demak, ayirib qo'ysak 2 32 bo'ladi. 18. AOC 63 bo'lsa, bizdan x qiymatini so'rayapti. Mana qarang. A O mana C. Shu AOC gacha bo'lgan gradusimiz jami nechi? 63. X toping deyapti. 63 qarang, bu yerda 2x bilan x turibdi. 2x qo'shilgan x teng 63. 3x imiz teng 63. X topadigan bo'lsa 21. 19. AOC burchak 110 gradus. Mana A, mana O, mana C. AOC jamida. Ana shu jami burchak bizda 110 ekan. Mana shu hammasi 110. Bu nima degani? X qo'shilgan 20 110 degan. Buni x topsak 2x teng 90, x imiz teng 45 bo'ladi. Bizdan x qiymatini so'ragan edi. Hop, 20-misol. 20-misolimiz AOC 120 ga teng. Mana A, mana O, C. AOC 120 jami demak, bizda 120 gradusga teng. Bizdan so'rayapti BOC burchagida. BOC qani? Mana B. B, mana O, mana C. Ana shu burchakni so'rayapti. X plus 20 so'rayapti-da. X topishimiz kerak xullas. X plus 20 ning qiymatini so'rayapti. Buni olib x topishimiz kerak. X qanday topamiz? Jami burchak 120. Jami A bimiz mana bu yerda x minus 10 qo'shilgan
x plus 20 teng 120 deb x topib olamiz. 2x teng u tomonga o'tadi. 110 bo'ladi adashmasam. Ximiz teng 55. Ximiz 55 bo'lsa, mana buni o'rniga 55 qo'ysak, jami 75 ekanda.